Namozda ko'pchilik qiladigan 5 xato. Bu xatolar ham borman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlar, namoz bu musulmonning ulug' ro'pasi bilan uchrashuvdir. Ammo ko'pchilik namozda ba'zi xatolarni bilmagan holda qiladi. Bugun siz bilan shu haqida gaplashamiz. Birinchisi, tahoratni to'g'ri bajarmaslik. Namozning shartlaridan biri bu tahorat. Agar tahorat buzilgan bo'lsa yoki noto'g'ri qilingan bo'lsa, namoz qabul bo'lmaydi. Ko'p uchraydigan xatolardan biri bu. Ba'zi a'zolarni yuvmaslik, masalan, tirnoq ostini, tirsakni, oyoq orasi ahakasi. Niyat qilmasdan tahorat qilish. Alloh taolo, ey iymon keltirganlar, namozga turganingizda ishlaringizni, qo'llaringizni tirsaklar bilan birga yuving. Moida surasi 6-oyat. Ikkinchi xato. Ruku va sajdada tezlik qilish. Namozda ruku va sajda ibodatning eng ulug' qismlaridandir. Lekin ko'pchilik bu yerda to'liq sukunat qilmay, shoshilib o'qiydi va bu katta xato. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydilar: namozni o'g'irlaydigan odam ruku va sajdada to'liq sukunat qilmaydigan insondir. Imom Ahmad rivoyati. Rukudan chiqqan sahoda sajdaga tushish. Sajdada hatto Subhana robbiyal a'lani bitta aytolmaslikkacha tezlik. Esitma. Sajdada kamida bir marta Subhana robbiyal a'la. Rukuda Subhana robbiyal azim aytish kerak. Va bu vaqtda tana harakatsiz, xotirjam bo'lish lozim. Uchinchi xato. Qiblaga qaramasdan namoz o'qish. Qiblaga sanash namoz shartlaridan biri. Ba'zi otalar yangi joyda bo'lganda qiblani tekshirmasdan qo'ydilar. Hatto holatlar qiblani taxmin qilib namoz o'qish, aniqlash imkoni bo'lsa-da, telefonda kompas bor, lekin foydalanmaslik. Dalil. Qiblaga yuzlan. Baqara surasi 144-oyat. Agar inson qiblani topish uchun harakat qilsa, lekin xato qilsa gunohi yo'q. Lekin harakat qilmasa xatodir. To'rtinchi xato. Namozda keraksiz harakatlar va gaplar. Namoz Alloh bilan muloqotdir. Unda boshqa so'zlar yoki harakatlar bilan shug'ullanish namozning shu'unni buzadi. Hattoki ba'zi holatda namozni ham buzadi. Misol uchun, telefon tekshirish, ekranga qarash, qo'l bilan o'ynash, yuzni ushlash, kiyimni tuzatish, atir, soat va boshqa narsalar bilan o'ynash. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydilar: agar namozda gapirsa, uning namozi botil bo'ladi. Keraksiz harakat 3 va undan ko'p bo'lsa va muntazam bo'lsa, namoz buziladi. 5-xato. Qur'on, duo va zikrlarni to'g'ri o'qish. Qur'onni xatolik bilan o'qish ma'noni o'zgartirishi mumkin. Namozda asosiy sura Fotiha surasidir. U to'g'ri bo'lishi shart. Ko'p uchraydigan xatolar. Iyyaka o'rniga iyyaka deyish ma'noni o'zgartiradi. Bu esa sunnat duolarini noto'g'ri yodib olishga olib keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: kim Qur'ondan bir harf o'qisa, unga ajr bor. Eslatib o'tamizki, har kim o'z imkoniga yarasha o'qiydi. Lekin xatolarni to'g'rilashga harakat qilish farz kifoyadir. Xulosa, namoz faqatgina harakatlar emas, balki u qalb, aql va taniy xushu bilan Allohga yuzlanishdir. Agar bu xatolarni bilib to'g'rilasak, namozimiz yanada go'zal va qabul bo'lishi mumkin. Inshaalloh. Agarda bugungi videomiz sizga ozgina bo'lsa-da foyda keltirgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Bizga like bosing, obuna bo'ling hamda videoni tarqatishga yordam bering. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.